mehmonlar kelgandan keyin xuddi shunday qilib engashib oyoq kiyimini qo'yib bellaringiz og'rib ketyaptimi? Endi buni yechimi topildi. Sizlar uchun maxsus oyoq kiyim garderobini ishlab chiqarishyapti ekan. Buni qaranglar, bu juda ham zo'r bo'lar ekan. Shunday irg'itib tika turgan holatingizda irg'itib qo'ysangiz, shunday joylashaveradigan bo'lar ekan. Buni qarang, bu aylanib xohlagan oyoq kiyimingiz shunday ovozsiz bo'lar ekan. Bu juda ham zo'r bo'lar ekan. Buni qaranglar. Bundan tashqari kichkinalari ham bor. Buni qaranglar. Kichkinalari deydiganlarga joy egallamaydi. Shunday qilib oyoq kiyimlarini shunday qo'yib qo'ysalaring bo'laverar ekan. Hozir bir oyoq kiyim ishlab chiqaradigan garderob sexiga yetib kelganmiz. Hozir oyoq kiyimlaringiz narxi necha pul, qanaqa ko'rinishda qilinadi, materiallari qanaqa, bundan tashqari dastavkalari bormi, to'liq ma'lumotni akamizdan olamiz. Akamiz hozir videoga chiqqani uyalganlari uchun videoga olib turibdilar. Videoda orqasida gapirib beraveraman deyaptilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Zorbek aka? Sizmisiz? Rahmat. Obidjon, yaxshimisiz? Xudoga shukr. Aka, oyoq kiyimlarni bir qator oyoq kiyim garderoblar bilan bir qator tanishtirib o'tsa aka. Bu ikki xil rangda ekan, mana 3 xil ekan buning rangi. Bu rangimiz. Bu ham juda chiroyli ekan. Buni materiallari qanaqa materiallardan ishlatilgan? Qani u chekkalariga Kronka bo'lgan. Kronka bo'lgan, chekkalari. Endi u mexanizmlarga ham bitta e'tibor berib qo'yasiz. Mexanizmlarni ham original mexanizmlardan temirdan qo'ygan ekansizlar ham mexanizmlarni ham. Bu uzoq muddat xizmat qilgani. Albatta. Keyin yopilayotgandan ko'rayotgan bo'lsangiz, qarang. Chiroyli bo'lib, juda ham zo'r bo'lib chiqadi. Faqat yopilib. Chekkalari mana ular laminat bas, kromka qilingan. Razmeriga to'xtaladigan bo'lsak, bu taraf 30 bo'ladi aka. 30. Bu taraf 80. 80 bo'ladi. Bo'yi 120. Bo'yi 120 bo'ladi. Qo'lni tiqib ochish uchun juda qulay qilib bergan ekansizlar. Albatta. Har bittasini 3 xil sveti bor. 3 xil sveti bor-a? Hatto 3 xil sveti bor. Masalan, bizga aloqaga chiqishadigan bo'lsa, siz nomingizdan, xudo xolasa, chiroyli qilib boshqacha ranglardan ham chiroyli qilib beraveramiz. Kombinatsiya ham qilib beraverasizmi? Albatta, albatta. Misol oq bilan mebelnikda bitta qilib albatta beradigan bo'lsa ham beraveradi. Beraveradi aka, muammosi yo'q. Bu oyoq kiyim, bunga oyoq kiyimlar nechta sig'adi mana garderobga kichkinaga? Mana shuni o'zigami? 12 tadan 14 tagacha bemalol sig'averadi. 12 tadan 14 tagacha bemalol sig'averadi. Buni dastavkalari qanaqa? Dastavkasi vodiy bo'ylab Toshkentning shaharni o'ziga mutlaqo tekin. Mutlaqo tekin. Narxlari bularning? Narxlarimiz 1 million so'mdan. 1 million so'mdan 1 million so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasi vodiy bo'ylab Toshkentning shaharining ichiga. Ha, bundan tashqari vohalardan chiqadigan bo'lsa, kelishilgan holatda yo'l kirasi yozgina qo'shilib qolar ekan. Albatta. 1 million so'mga juda ham zo'r aka. Bunisi ham juda ham zo'r chiqqan ekan. Menga ashlisi juda ham yoqdi. Bu aylanadigan ekan ham. Juda ham zo'r. Buni ham mana nimalariga laminat bas bunaqa ishlatilgan ekan, kromkadan ishlatilgan ekan. Juda ham zo'r. Bularimizni nechta oyoq kiyim sig'adi bunga? Menimcha kattaroq ekan bu. 24 tadan 30 tagacha bemalol sig'averadi. 30 tagacha. Ha. Bir 30 ta, bir 5 ta yosh bolalarniki qolgani 25 ta kattalar oyoq kiyimi sig'averar ekanda bemalol. Bularning razmeri qanaqa? Bularimiz razmeri 70-70, bo'yi 150 bo'ladi, Obijon aka. 150 bo'ladi. Buni mexanizmlari hali qo'l qismaydi yondan ekanda. Eshiklarni yopilishlarini ko'ryapsizmi? Qanaqa plavniy bo'lib, chiroyli bo'lib chiqqan. Hali achchiq qilib yopib forsiz ham darag'lamas ekanda. Albatta, Obijon aka. Mexanizmlari ham juda ham zo'r mexanizmlardan foydalanilgan. Masalan, sizlarning obunachalaringizni xudo xolasa xijolat qilib bermaydiganidan. Xudo xolasa, juda ham zo'r ekan. Garantiyalari bor. Yaxshi narsa ekan, sizlarga tavsiya qilamiz. Juda ham zo'r narsalar uchun o'zimiz ko'rib, bu reklama emas, prosta yaxshi narsalarga uchun sizlarga ilinib turib, videosini chiqaryapmiz buni. Buni narxlari necha? 1 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasi tekin. Toshkentni shahar ichiga ham olib borib berish tekin. Bu ham xuddi shunday qolgan joylarga kelishilgan holatda. Misol Qoraqalpog'istonga desa ham dastavka qilib beraverasizlar-a? Qilib beramiz. Buni ikki xil rangi bor ekan, menimcha. Buni ham o'sha kombinatsiya qilib yoki boshqacharoq rangga desa, uylarni dizayniga qarab turib beramiz rangni. Keyin buni misol razmerini o'zgartirib bering desa, o'zgartirib beramiz. Albatta. Buni ham nima? Obijon aka, buni ham bemalol razmerlarni o'zgartirib beraverasizlar. Ko'proq ham qilib beraveramiz. Xolasi Obijon aka, yana bizda bitta tarafi bor. Xuddi mana shu eshik bas variantlari ham bor-da, Obijon aka. Eshik bas bor. Eshik yo'q variantlari ham bor, arzon variantlari. Ha, eshik qo'yilmagani shunday turadi. Shunday turadi. Narxi sal yengilroq bo'ladi. Narxi yengilroq bo'ladi. Keyin misol mana hozir menga 30 ta oyoq kiyim sig'adi deyapsiz. 15 talik sig'adigan qilib razmerni kichikroq qilib beramiz. Beraverasiz-a? Albatta. Buni narxini necha pul dedingiz? Narxini so'radim. 1 1 million 550 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkasi bepul Toshkent shaharigacha. Albatta, Obijon aka. Qolgan joylarga kelishilgan holatda ekan. Aka, menimcha to'liq ma'lumot berdik deb o'ylayman. Pastda nomeringizni qoldiraman. Agarda qanaqadir savollari bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsa, xudo xohlasa, chiroyli qilib ma'lumot beraverasizlar. Xudo xohlasa. Aloqaga chiqsalaring xuddi shunday
mustahkam va chiroyli bo'lgan oyoq kiyim garderoblarini yetkazib berishaveradi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishaveradi. Qaysidir joylarga pul, qaysidir joylarga bepul yetkazib berishaverar ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.